Ko'pchilik Abduzovga qimmat ekan, ozonroq varianti bormi deyishganlarga, mana ozonroq varianti. Assalomu alaykum, qadrli obunachlar, yaxshimisizlar? Mana bugun 2026-27 aprel. Ertalab boshlagan ishimiz yakuniga yetdi. Bu yerda eski pechka bor edi, plita pechka. Uni buzib tashlab qurildi. Mana endi nimaga o'rtaga qurmadinglar desam, mana endi stenkasi bor. Shuni hisobiga chekka qilib, devorni o'chib, orqa tomonga ham qilindi. Plita pechkada qilinmagan ekan, buzib, o'chib qilindi. 90 pechka 90 joyga tushdi. Ko'pchilikka narxi qiziq ekan, ozroq variantini ko'rsatinglar deyishdi. Mana shu ozroq varianti. Общий shu usta haqqi materiallar bilan 4.700 ming so'm bu joyini ko'chib qurildi. Ko'rishingiz mumkin. Eshigi uchga qizimaydigan uchkali bo'lgan. Mana tortini. Spitcher. Mana tortini. Xudo xolisa. O'ta go'zal. Mana tashqari ichkarida turlarni ham to'g'rilab qo'yib ketadi. O'tdagi ishni ham ko'rsatib o'tasiz. Ko'pchilik so'radi, galga qo'yadigan joyimiz bormi deydi. Mana galga qo'yadigan joyimiz bor. Hop. Mana ruchkasi. Oldi panjaralarni chiroyli qilib beramiz. Bu oynali variant emas, oynasiz. Bu tomondan ko'rsatib o'tasiz. Mana bu orqa tarafi. Bu joy buzib tapchan, buzib tashlanadi. Pastdan o'yindi mana. Bu orqa tarafini ham akkuratni o'chib qurib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, biror kishiga jo'natib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Albatta narxi kelishilgan holatda, faqat Ablusovka holatida chiqamiz. Vodiy, Qo'qon, Andijon, Farg'onaga cho'lniy holatda chiqib qurib beramiz. Bizni kuzatib boring. Bundan qiziq ma'lumotlarni qo'yib boramiz. Yo'qsa like bosib, asosiy obuna qo'shing. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozsanglar, albatta javob beramiz. Yo'qsa telefon orqali. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.